Imom Qastaloniy shunday degan ekanlarki, Imom Buxoriy asarlari quyosh yetgan joygacha yetib bordi. Dunyoning hamma yerini egalladi. Uning fazlini hech kim inkor qila olmaydi. Asarlarning eng ulug'i Al-Jami' as-Sahih. Ammo asar Sahih al-Buxoriy nomi bilan ham mashhurdir. Bu kitob haqida Imom Buxoriy o'zlari aytadilar. Mana shu Imom Buxoriy kitobi, hozir Sahih al-Buxoriy kitobini yozishga bo'lgan turtki, bu kishini o'sha ishtiyoq qanday paydo bo'ldi desa, u kishi aytadilarki, men tushimda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rdim deganlar Imom Buxoriy hazratlari. Men u zotning huzurlarida turib, qo'limdagi yelpig'ich bilan payg'ambarimizni yelpib turgan ekanman. Payg'ambar alayhisalomni yelpib turganlarini tushida ko'rib, mana shu payg'ambar alayhisalom yelpib turganman. Mana shu ko'rgan tushni ta'bir qiladigan odamlarga aytganlarida ular shunday degan ekanlar: sen payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yolg'ondan himoya qilar ekansan dedilar. Mana shu tush meni mana shu asarni, ya'ni Sahih al-Buxoriy kitobini yozishga turtki bo'ldi unda deganlar. Ya'ni payg'ambar alayhisalomni yolg'ondan himoya qilar ekansan degan ta'bir bilan mana shu asarni, kitobni yozganlar.